market ochildi mana. Bugun kuzatuv Tesla hamsi Teslaga kirdim. Kurslarning 9:09 da. Kurslarning 404 da katta asklar turibdi. Demak, 404 katta devor degani. Qarab, katta raqamlarga qarashlaring kerak level 2 da kurslarning. Hali ushlab turibman kontraktimni 404 da break qilib 404 da break qilib ushlab turish kerak 404 da. break qilishga qiynalyapti qarasizlar. Katta seriallarga kiryapti 404 da, 50 da, 40 da. Break qil 404 21405 ga yana katta seriallar turibdi 405 da. Shu sababli qiynalyapti break qilish uchun. Exit qildim. Flat bo'ldi. Openingga eng zo'r Hems bo'lardi. Qarasizlar, Hems chotki bo'ldi. Tiniq move qildi, lekin Hemsda hech qachon savdo qilib ko'rmaganman. Shu sababli Hemsda anaqa qilmadim. Menimcha Tesla yaxshi anaqa bermaydi. Hemsda try qilib ko'rishim mumkin. Sinab ko'raman Hemsda, chunki Hemsda qarasalaring R4 da turibdi. R4 dan kiraman Hemsga. R4 leveli Hemsda 24.35. Hemsga kirdim 9.34 dan. Har bitta kontrakt $104 ga tushdi. Hemsda hech qachon trade qilmaganman umrimda. Birinchisi bugun. Hems qana bo'ladi. Menimcha $10 stop loss beraman har bitta kontraktimda. Tesla qaranglar. Sizlar ko'rmaysizlar, bu bitta bu anaqaga sig'madi kameraga. Bu yerda watchlistlarim bor tepalarida ham bilasizlar. Shunda qarab turibman. Tesla вообще price action вообще chata. O'tgan yili 99% faqat Teslani savdo qilganman. 99%. Har doim price action zo'r, eng zo'r edi. Bu yil вообще Tesla price action umuman yaxshi bas. $10 his qildim agar 25-30 bersa, har bitta kontraktdan sotishni boshlayman. Hemsda chunki 5 menimcha
$10 risk qilib $30 kontraktdan himsi uchun yaxshi, chunki $25 stak juda ham undan ko'p so'rab bo'lmaydi bu kichkina market cap aksiyalarda. Kursalaring kunda masalan short qilasizlarmi, call qilasizlarmi, value kuchli tiniq bo'lgan aksiyalarda naqsalaring ko'pincha yutish anaqalaring percentlaring ko'proq bo'ladi, chem yutqizishlardan ko'ra. Himsi yarmini chiqdim, ketdim. 104 dan olib $136 sotdim. Почти $20. $30mi? $30 kontraktdan. Yomon bas. Himsi uchun yomon bas bu. Tesla uchun Teslani sotib yuborsam bo'lardi. Tesla ham почти $420 dan olgan bo'lsam, 470 gacha ko'tarildi. $50, 60 gacha $60 dan kontraktda pulli foyda dedim. Lekin Tesla odatda 120 180 move qiladi. Keyin qolgan yana sotdim. Oxirgi kontraktim ushlab turibman. Oxirgisini farqi yo'q. Ushlab turaman, break even bo'lgunimcha, olgan narximga tushmagunicha ushlab turaman oxirgisini. Teslani demoqchimanki, Tesla odatda 120, 160 har bitta kontraktdan beradi. Men olganimda ko'rgan bo'lsalaring 480, 70-80 ga ham ko'tarildi. Pulli foyda dedim har bitta kontraktdan $70, $80. Lekin sotmagan sababli chunki riskim $20 da rewardim 120, 160 kutayotgandim shu. Masalan, time sales qaragan bo'lsalaring, o'sha yerda ko'rinib turadi hammasi. Odatda o'sha yerda ham sotib yuboraman agar ko'p yarimni ichib ketaman pozitsiyalarim. Qolganini hammasini ichib ketdim bo'ldi. Bugungi kun tugadi. Maksimum kuniga 3 ta savdo qilaman bo'ldi. Bu 2 ta qildim bugun yetadi, chunki price action hali ham o'zi kelgan yo'q. Kursalaring futurelarda hali ham in range da uptrend ham bo'lgan yo'q, panik ham bo'lgan yo'q. Shu sababli defense himoya qilish juda ham muhim. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha xayr.